Mana o'rtadagi masofa to'g'risi. Masjid bilan baytgacha bu tarafda masjid bor ekan. Eng go'zal manzara menimcha shu bo'lsa kerak. Shunchaki xavfli. Menimcha oshqovoq deymiz, mana shularni ilib qo'yishibdi. Buni ko'ringlar qanaqangi. İnsanlar bu tarafda ham ichishadi, boshqa qilishadi, keyin bo'lsa ketishadi. Bilmadim lekin qanday ketishadi. Men o'zim Instagramda ko'ryapman. Oyoqlarim og'rib ketdi to'g'risi. Dengiz bu o'sha kamonchilar uchun. U tarafda bo'lsa insonlar cho'milyapti. Buni qaranglar, bu yerdan inson qanday yurishi mumkin? Mana shu sadece mana shu bor. Agarda Turkiyaning shunaqangi chiroyli joylarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, albatta sayohat qilib yoki bo'lmasam shunchaki YouTubedan iltimos qilardimki menga obuna bo'lishlarini. Atrofimda dengiz, o'sha qaroqchilarning kemasi va bu tarafim bo'ladigan bo'lsa ko'rishlaring mumkin. Ajoyib xiyobonlarga aylanib ketyapti, juda ham chiroyli bo'lgan. Bu yerda bo'lsa o'sha restoranlarimiz bor ekan, keyin kaktuslarimiz bu yerda pishib yotibdi. Kaktus ham pishadimi? Qanaqangi gap bo'ldi? Çok, ya'ni musul qutisi. Anor katta ehtimol bilan anor bilan kaktus barobar o'sayotganligini men endi ko'ryapman. Xo'p, manzara umuman boshqacha. Hozircha nisbatan salqinlayapti, shunisiga ham shukr. Xo'p. Wow. Bu tarafida sevishganlar. Xo'p. To'g'risi bu taraflar hali kimsasiz bo'lib ketyapti meni ko'zimga, chunki inson kam, lekin tabiat, bu yoqdan eski tarix barobar. Men bo'lsa charchab ketyapman. Xo'p, harakat qilaman, hamma narsani barobar ochib bergani. Xo'p. Bu taraf tashlanib o'ynab ketyapti. Bu yerga nima deb yozib qo'ygan? To'g'risi bilmadim. Va tufli oyoq kiyim bilan kirilmaydi debdi. Bu tarafi dengiz bu o'sha kamonchilar uchun. U tarafda bo'lsa insonlar cho'milyapti. Wow. Hayot shunchaki maza. Men bo'lsa tepaga chiqaman deb yana qiynalib ketyapman. Yuqorini ko'rishlaring kerak. Menimcha oshqovoq deymiz, mana shularni ilib qo'yishibdi. Xo'p. Bu tarafiga qaranglar akalar, men nimani topib qoldim? Wow. Men o'zim Instagramda ko'ryapman. Va umid qilaman bir kun tanilib ketganligimda mana shu videomni eslab yuraman. Nisbatan qoraligimni hisobga olmaganda yaxshi bo'lsa kerak. Agarda meni haligi ismimni eslab qolish qiyin bo'ladigan bo'lsa, qora bola sayohatlar deb yozadigan bo'lsalaring ham chiqadi. Xo'p. Biz yo'lda davom etamiz. Bu tarafga mashinalar, skuterlar chiqyapti. Lekin men qanday chiqalmayapman? Nimaga men chiqalmayapman? Yomon charchab ketdim, ma'ru. Hayotimda bunaqangi charchagan paytim eslolmayman. Balki dengizda cho'milganligimga yoki boshqa narsaga unisini bilmadim lekin to'g'risi umuman charchadim. Bu tarafda ham nima bor? Qani birgalikda guvoh bo'lamiz. O'sha tor ko'chalar. Bu tarafi yana o'sha allanli. Bu uy bo'lsa kerak, endi private zona. Men sevgan dengiz manzarasi.
chorva mollari uchun ajratilgan hudud bo'lishi ham mumkin. Shunaqangi charchab ketdim, shunaqangi terlab ketdim. Bilmadim lekin atrof muhitni ko'rishlaring mumkin. Vah. Men o'zim bunaqangi charchab ketaman deb o'ylamagandim. Boru devordan gullar o'sib chiqyapti akalar. Yo, men ko'zimga shunaqangi tuyulyaptimi? Bu tarafda masjid bor ekan. Eng go'zal manzara menimcha shu bo'lsa kerak. Xo'p, biz yo'limizda davom etamiz. Shu tarafda qal'aga chiqish bor. Men bilaman, yuragim his qilyapti. Suv choy 20 TL. Men videoda aytganligimdek ular 300 TL ga kofe olamizlar. Mana shu manzarada 300 TL ga kofe icharmidlar. Bu taraf menimcha ko'rishlaring kerak. Yuqoriga chiqib ketyapti yana. Yatta shaxsiy uy bor ekan. Hansirab qoldim, hattoki gapira olmayapman. Shanoringlar. Terim oqib ketyapti. Hop. Uylar. Hop. O mana qaroqchiga ham ketyapti. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu kemaga ham chiqib aylandim. Agar ko'rmagan bo'lsalaring, bundan oldingi videolarni ko'rishlaring mumkin, chunki hammasi mana nariga YouTube'dagi o'zimning kanalimda bor bo'ladi degan umiddaman. Qal'alar. Men o'sha top nuqtadagi qal'aga ham yetib chiqdim degan umiddaman. Ichkari Asset burji, Bus Station District. Hop, videoga holatda. Hop. Bu binoda eng top nuqtasi mana shu territoriyani. Hozir o'sha tarafga chiqib ko'ramiz. Qani ketdi. Men o'zim hayron qolaman. Inson atrof muhitni, tabiatni sevadigan insonlar uchun eng yaqin insoni bilan o'tirgan eng zo'r lokatsiya bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan. Chunki ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Eng ajablanarlisi yuqoriga chiqish, keyin bu tarafdan yuqoriga chiqish. Qanaqangi hayot bo'ldi? Men qanaqangi yo'llarga qolib ketdim. Qaranglar. Mana shu o'zini bu manzara. Bo'lsa qo'ylarimiz, ya'ni echki bo'lsa kerak. O'shalar o'tlab yuribdi. Men bo'lsa mana kichkina yo'lachadan majbur chiqib ketyapman. Oyog'im qiyqalanib ketadigan bo'lsa pastga tushib ketish ehtimolim nihoyatda katta. Bu yerdan emas har holda. Maybe yuqoridan. Wow. Manzara. Afsuski telefonimiz zaryad tugab qoldi. Shunaqangi manzarada chiqib ketayotganligimdan hozircha telefonimni powerbank yo'lab oldim. Ko'rishlaring mumkin hozir. Hop. Telefonimning kabellari bilan cho'ntagimda powerbankim bor. Mana shuni yo'lab olgan holatda videoga olishga harakat qilaman. Sizlar bo'lsa umid qilamanki, bu videoda oz bo'lsa ham qadrlab, like bosib, nariga obuna bo'lishni bosasizlar degan umiddaman. Sizlar uchun hech narsani anglatmasligi mumkin, lekin men uchun bu narsa juda ham ko'p narsani anglatadi. Agarda xursand bo'ladigan bo'lsalaring, keyingi manzilimizda davom etamiz va bizning keyingi manzilimiz mana shu tor ko'chalar. Wow. Qanaqangi xavfli hudud. İnsanlar bu tarafda ham ichishadi, boshqa qilishadi, keyin bo'lsa ketishadi. Bilmadim lekin qanday ketishadi. Men bo'lsa yo'lda ketyapman. Ko'chalar nihoyatda tor, ko'cha emas bu. Ko'chada bo'lmaydi buni. So'gak desa bo'ladi. To'g'risi bu juda ham kichkina va tor. İnson bunini qaranglar. Bu yerdan inson qanday yurishi mumkin? Mana shu sadece mana shu bor. Hop, bu tarafdan bo'lsa qoyalarni ko'rishlaring mumkin.
Bu tarafdan bo'lsa chiroyli manzarani. Agarda Turkiyani shunaqangi chiroyli joylarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, albatta sayohat qilib yoki bo'lmasam shunchaki YouTubedan iltimos qilardimki menga obuna bo'lishlaringni. Chunki bizning keyingi videolarimizda siz bundan ham chiroyli manzaralarni ko'rishlaring mumkin. Va bular hammasi hozircha Turkiyada bo'ladi. Balki Yevropada ham bo'ladi degan umiddaman. Hozir bo'lsa biz mana shu tor ko'chadan yuramiz. Yo'q. Xo'p, mana telefonim oz-moz qatyapti. Xo'p, ko'rishlaring mumkin. Bu qanaqangi tor ko'cha? To'g'risi bilmadim. Lekin manzara nihoyatda chiroyli. Lekin bu so'gagimiz bo'ladigan bo'lsa, so'qmog'imiz juda ham kichkina. Wow. Mana bo'lsa mana uni ko'rishlaring mumkin. Tashqarida havo nisbatan shamolli bo'lyapti, lekin men tepaga chiqib yana charchab ketyapman. Terlashim ham mumkin. Buni ko'ringlar qanaqangi. Akamiz chiqib ketyapti ham qizig'i. Mana shu manzarani ko'rgan holatda. Lekin bu tarafi manzara chiroyli bo'lishi mumkin, lekin juda ham xavfli to'g'risi. Yoshi katta insonlar va kichkinalarga men maslahat bermasdim. Manzara rostdan chiroyli, lekin xavfli. Xo'p, qani ketdik bo'lmasam. Bizning keyingi manzilimiz Alanyani eng yuqori nuqtasidan ko'ramiz degan umiddaman. To'g'risi charchayapman. Bu yerda bo'lsa akamiz zavq qilgan holatda o'zini dengiz uchun moslangan mototsiklini minyapti. Qaliga chiqishda davom etaman. Oyoqlarim og'rib ketdi to'g'risi. Chunki men u qalat tomon chiqib ketyapman. Hech kim yo'q. Menga alam qilayotgan narsa bu emas. Bu joydan qanday qilib pastga tushaman? Men shuni o'ylayapman. Va nihoyat men ikkita bo'lsa ham insonni topdim. Bilmadim bu qanaqangi, lekin to'g'risi men vashchi yomon charchab ketdim. Shunchaki o'tirgim, keyin dam olgim kelyapti. Mana shu manzarani ko'rgan holatda. Xo'p, akalar, bo'lmasam biz tepaga chiqishda davom etamiz, chunki biz unaqangi ko'p kunimiz yo'q. Afsuski, yuqoriga chiqishga olsam pastga tushishga majburman, lekin men yuqoriga chiqishni tanladim. Charchaganligimga qaramay. Manzara va biz ketdik. Mana o'rtadagi masofa to'g'risi. Mashet bilan baytgacha oyog'im endi ayibga yurmaysizlar, neto chiqqan bo'lishi mumkin, lekin majburman. Bu sirpanchiq. Shunchaki xavfli. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yerda. Bu normal zinapoya emas. Bu qal'ani o'sha 1000 yil oldin qurilgan holatdagisi. Voy. To'g'risi bu shunchaki opasniy. Men bo'lsa jonajon somkam bilan sayohat qilishda davom etaman. Akalar, insonlar sayohat qilgan yaqin do'stini oladigan bo'lsa, boshqasini olsa, qarindoshini olsa, men bo'lsa somkamni olaman, bo'ldi. Bir tarafdan yomon. Bunaqangi bo'lsa ham bitta o'zingiz his qilasiz.
Lekin ikkinchi tarafdan majbursiz. Aka qayerga qarab ketyapti? Biz ham o'sha tarafga qarab chiqamiz.